Xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida Axborot nazorat platformasi ANP joriy etilmoqda. Mazkur platforma ANP bu avtotransport vositalaridagi gaz ballon uskunalarini to'liq raqamli nazorat qilish tizimidir. Ta'kidlash kerak, ilgari bu kabi tizimlar mavjud bo'lmagan vaqtda avtotransport vositalariga o'rnatilayotgan gaz ballonlari to'g'risida ma'lumotlar yaxlit holda qayd etilmagan. Ushbu platforma ishga tushirilgandan so'ng esa bunday ro'yxat maxsus yuritiladi. Yangi tizim har bir ballonni yagona reyestrga kiritib, unga elektron pasport va maxsus QR kod beradi. O'rnatish va tekshiruv jarayonlarini foto va video fiksatsiya bilan qayd etadi. ANP ishlab chiqaruvchilar, texnik xizmat ko'rsatuvchi stansiyalar, nazorat organlari va haydovchilarni yagona tizimda birlashtirib, xavfsizlik va shaffoflikning yangi bosqichini yaratadi. Birinchi bosqich reyestr shakllantirish. Har bir gaz ballon import qilingan yoki mahalliy ishlab chiqarilgandan qat'iy nazar yagona reyestrga kiritiladi. Buning uchun ishlab chiqaruvchilar va import qiluvchilar mas'ul hisoblanadi. Bu barcha ballonlarning to'liq hisobini yuritishga hamda joriy texnik sinovdan o'tmagan sifatsiz ballonlardan noqonuniy foydalanishning oldini oladi. Ikkinchi bosqich elektron pasport va QR kod. Har bir ballonga texnik ma'lumotlar va sinov muddati ko'rsatilgan elektron pasport rasmiylashtiriladi. Ballonga individual QR kod tushiriladi. Natijada har bir ballon haqidagi ma'lumot ochiq va shaffof bo'ladi. Uchinchi bosqich o'rnatish va tekshiruv. Sertifikatlangan texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida ballon o'rnatish va texnik ko'rikning har bir bosqichi foto va video fiksatsiya orqali tizimga kiritiladi. Bu ma'lumotlar texnik xizmat ko'rsatish korxonasi xodimlari tomonidan yuklab boriladi. Mazkur bosqichda tizim tekshiruvlardagi rasmiyatchilik va ortiqcha qog'ozbozlikni yo'qotadi. Ishlar sifatini oshiradi hamda korrupsion elementlarning oldini oladi. To'rtinchi bosqich elektron hujjatlar. O'rnatish ishlari yoki ko'rikdan so'ng hujjatlar avtomatik tarzda elektron shaklda rasmiylashtiriladi va yo'l xavfsizlik xizmatiga to'g'ridan-to'g'ri yuboriladi. Endilikda haydovchi qog'oz hujjat olib borish shartidan xalos etilib, vaqtni tejaydi va jarayonni ancha soddalashtiradi. Beshinchi bosqich haydovchi uchun qulaylik. Avtomobil egalari ballonning yaroqlilik va sinov muddatlari haqidagi ma'lumotni Safe Road, Road 24 mobil ilovalari yoki my.go.uz shaxsiy kabineti orqali bilib olishlari mumkin. Qulay va zamonaviy tizim yordamida haydovchi o'rnatilgan gaz ballon holatidan doimiy ravishda xabardor bo'ladi. 6-bosqich davlat nazorati. Ma'lumotlarning to'g'ri va to'liq kiritilishi ustidan qo'mita va yo'l harakati xavfsizligi xizmati nazorat qiladi. Bu esa muddati o'tgan yoki xavfli ballonlarning ishlatilishini oldini oladi. Platformaning joriy qilinishi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari xizmat planshetlari orqali avtotransportda o'rnatilgan gaz balloni va uning xizmat muddati haqida onlayn ma'lumotga ega bo'ladilar. Shuningdek, platforma orqali gaz yoqilg'isini quyish shoxobchalari operatorlariga shoxobchaga kirayotgan avtotransport vositalariga o'rnatilgan har bir gaz ballon haqida to'liq ma'lumot olish imkonini beradi. Natijada, sinov muddati o'tgan yoki hujjatlari yo'q ballonli avtotransport vositalariga gaz quyish cheklanadi. Xulosa: ANP ishlab chiqaruvchilar, TXSlar, nazorat organlari va haydovchilarni yagona tizimda birlashtiradi hamda yo'llarda xavfsizlikni kafolatlaydi va tizimga ishonchni oshiradi. Bu esa xavfsizlikni yanada yuqori darajada ta'minlaydi. Yangi avtomatlashtirilgan axborot nazorat platformasi bu xavfsizlik, shaffoflik va qulaylikning yangi bosqichidir.